man 4 soat ko'rman. Tasavvur qilib ko'ring. Siz ertalab ko'zingizni ochingiz, lekin siz absolyutni ko'rsiz va siz ko'zingizga faqatgina qorong'ulik ko'rinadi. Siz nima qilgan bo'lardingiz? A какого хрена? Sizlarga podrobniy tushuntiradigan bo'lsam, xullas bu videoda men ko'rganni, ya'ni ko'zimni xullas absolyutni yumamiz. Короче, o'sha material bilan bog'lab ustiga ochkina taqolamiz. И umuman menga absolyutni cho'liq ko'rinmadi. Ko'rlar o'zini qanaqa yashashini sal bo'lsa ham o'zimda chustaq ko'rmoqchiman va shuning uchun umuman ko'zimni xullas qopqonga bog'lab tashab, Mashhaddan Xumarinigacha, ya'ni hozir bu Alisher Noy bo'lsa, rovna 2,5 kilometr. Не, ну ты индеец, я балдю, бам-бам. Ko'zimni yumib, xullas realni ko'radi, yurmoqchi. Xullas boshladim. Snap kor. Ой, дебил. Urma. Snap kor. Ko'ryaptimi? Yo'q, realni ko'rman. Zashtada qo'yganman, xullas bu nimaga? Yurib yiqilib qolsam, zashta bana oyoq himoyalaydi. Hozir men sizlarga xullas video davomida men nimalarni chust to'qiganimni sekin sizlarga aytib beraman. Xullas ko'zim yumildi, absolyutni zimiston hamma joy va men sekin ovozdan eshitib ketaman. Xullas o'rtoqlar, mana xullas biz boshladik. Umid syomka qolsammi? Ketdi. Xullas boshladik. Umidni 3 marta aylantir. Telefon qo'lni sho'rma ketdi. Xo'sh, qaranglar. Hozir men qayerga yurishim oldim, bu o'rtoq oldisiga yasatib o'taman. Realni ko'rmoqchilik. Lekin realni mana cho'li ko'rmayapti. Qarang. Vashita, Umid qara. Sani bo'tda vazifen. Vashita men yiqilib pacham chiqib ketadigan joylarda sen xutar qolish qattasangiz. Ha, bana. Shundan ham ashi yiqilib, qarshi yiqilib arqib chiqib qolsa o'sha yerga yordam beradi. Shuning uchun qo'lma telefonimni chiqartmas. Orada ancha chuqurlarga tushdim, ancha yiqildim. Yaxshi ham o'sha yerda yonimda yana bitta odam olgan ekan. Men agarda u borligini o'zida shuncha yiqilib, shuncha hamma joyni ko'kargan bo'lsa, agar u yo'qligida bilan nima bo'lar ekan? Хорошая шутка. Xullas, qarshi video ketyapti. Hammasi normalniy. Короче, o'sha manzilga qarab ketamiz. To'g'ri orada yiqilib turman. No, baribir nastarini zo'r edi. Xullas, yurman, oyog'im tegdi, o't chust o'qonman. Daraxtlar chiqadi, daraxtlarni как urilolmayman, olib o'taman-da. O'sha paytda mashinaga qanaqadir mashinaga tegdi. Mashina chiyladi. Va bitta odam keldi-da, xullas u odam menga nimadir tashladi. Xullas keyin bilsam, keyin o'sha paytda ko'zim ochga anaqa bo'ldi, majbur bo'ldim, chunki u odam bilan gaplashmasam, u odam tozani terpiliga chiqaradi. Это, конечно, неправда. O'rtoqlar, meni podдержка qilmoqchi bo'lganlar, realni meni kontentim sizlarga yoqsa, iltimos obuna bo'lib qo'yinglar va like knopkasini ham bosib qo'yinglar. Video davom etadi. Bu odam nima deyotganini sizlarga tushuntirib beraman. Xullas, ukam deyapti, sen haqiqatda ko'zingni ko'r, o'zing ko'r deb tutib, mashinaga urilib, kamsyonkan qolib, xullas keyin sen borib yozib berasan ustidan degan ma'noda menga qo'pol gaplar gapirdi va biz u inson bilan gaplashdik va yo'limizda davom etdik. Archa. Nima? Burnim kirib ketdi. Achdi burnim. Yo'q, bu yoqqa. Da. Eng qizig'i va men eng ko'p asabim o'ynagan narsa mani realni mashina yo'lini o'tkazishdi. Eng qizig'i Xumarini oldi, bilasizlar, qanaqa katta mashina, o'sha yo'l mashina yo'lini o'tkazishdi. Men o'yladimki, biz tunneldan o'tib boramiz o'yladim, yo'q. Xullas, o'rtoqlar, hozir biz yo'ldan o'tamiz. Bolalar bilan o'zma qilishadi. Xullas, bu yo'ldan to'g'ri o'taman, chunki men qaltirib qolishim kerak, shuning uchun Umid olib o'tdi. Lekin afsotni ko'zim yo'q. Qattamiz, Umid, realni. Salaman aldo salam deyman. Desalar boshqa olib ketmayman salamani.
Xumoriyni to'rga Xumoriy. Chunki boy tunneldan o'tish mumkin edi. Sizlar boshida yuraman boydan beri. To'rda aka Xumoriyda. Yo'q. Zashdan taqa olgandim. Foyda beradim yo'lladim. Uy, ariqqa tushib ketdim. Telefonim zarkasi o'chib qoldi va juda ham ko'p muammolardan eson-omon o'tib olib, xullas oxiri Xumoriyniga yetdik. Uy! Bular chiqdi. O'rtoqlar. Xumoriynigacha biz ko'zga qoldik. To'g'ri menga yondagi bola yo'l ko'rsatdi, chunki men yo'lni visol topamasligim bu aniq edi. Zato baq chiqib turgan hech kim aytgani yo'q. Va shuna qoldi va yo'lda bizlar qanaqadir aka nimadir qilmoqchi bo'ldim. No. Biz asl bo'lmadik. Biz hammaga rahmat. Bunaqa video olishimdan maqsadim nima? Shunchaki O'zbekistonda ekstremalli video oladigan bloger yo'q va men YouTube'da xuddi shunaqa formatda o'zimni faoliyatimni olib boraman. Maqsad shunchaki sizlarga ko'r bo'lish osonmasligini va ko'z ochizlarni hurmat qilishimizni prosta aytib o'tmoqchiman. Chunki men o'zim atigi bir 2 soatni men tasavvurning umrini 2 soatda 2 soatligini prosta realni ko'rlikni чувство qilib ko'rish uchun qanaqa bo'lar ekan, mana shu yerda ekstremalni holatga tushar ekan, xolos shuni prosta чувство qilib ko'rish uchun kelganim o'zida men уже realni bildim. Agar bunaqa хотя бы bir kun yashasam, men ertasi kuni astag'firullah xolos nima bo'lib ketmasdi. Hammaga xayr, sizlar bilan omonxon bo'ldi.